Menga bir qiz yoqadi. Tushunarli. Lekin uni sevishdan to'xtagim kelyapti. Nega? Sen unga sevgisi bor qildingmi? Yo'q, Hali aytmasdan turib uni tashlab ketmoqchimisan? uni sevgan yigiti bor. U senga juda ham yoqarmidi? Ha. Juda ham. Unda uni ur. Shunday qilish kerak deb o'ylaysanmi? O'zing nima deb o'ylaysan? U bizni maktabda o'qiydimi? Aytmayman. Bu sir. Uni yigiti bo'lmasdan avval sevishingni aytishing kerak edi. Seningcha u men bilan uchrashuvga rozilik beradimi? Endi o'tgan narsani gapirishning nima foydasi bor? Baribir u seniki bo'lmaydi. Shuning uchun men senga yana bir marta yo'q. Nima istasang buyurtma qil. Rostdan ham kallasiga yetib borish qiyin buni.